Andijon ulamolari O'rta Osiyo hammasi Buxoroga tobe. Markazul ilm Buxoroda bo'lgan. Hamma O'rta Osiyo Buxorodan ilm olgan. Andijonliklar Buxoroni qattiq rioya qilgan. Muxtasar viqoyaning hukmlarini, sharh viqoya, hidoyaning masalalarini Andijon oziq tishi bilan mahkam ushlagan xalq. Bitta dalil aytaymi shunga? Namanganda bor ishorat sabbobi. Marg'ilonda bor ishorat sabbobi. Qo'qonda, Toshkentda bor ishorat sabbobi, Andijonda yo'q bu. Andijonda ishorat sabbobi bo'lmagan. Sabab muxtasar viqoyada yo'q. Hidoyada yo'q. Shar'iy viqoyada yo'q. Andijonliklarni Buxoroning uslubini mahkam ushlagani, ustozning etagini mahkam ushlaganini, ustozni qanchalik hurmat qilganligini ishorat sabbobi bu yerda shoyi bo'lmaganligidan hujjat qilish mumkin. Mana shu Andijon ulamolarini qanchalik mahkamligi mana shu. Andijonlik bo'lganimizga shukr.